O'z hayotini ilm-fanga, yosh avlod ta'lim tarbiyasiga bag'ishlagan insonlar hamma zamonda ham qadrlangan, e'zoz topgan. Zero fan istiqboli va ravnaqiga yuksak e'tibor, izchil taraqqiyot va rivojlanish omili hamdir. So'nggi yillarda mamlakatimizda ilm ahliga, fan namoyandalarining mehnatiga qaratilayotgan yuksak e'tibor mohiyati ham shunga qaratilgan aslida. Ilm tubi yo'q ummonga o'xshaydi. G'avvos ulkan dengiz qa'ridan marjon topgani kabi umrini ilm saltanatiga bag'ishlagan kishi ham undan har safar yangi ufqlarni kashf etaveradi. Chunki hali sinoati to'liq o'rganilib oxiriga yetilmagan ilm insoniyat tamadduni taraqqiyotida katta ahamiyatga ega sanaladi. Ilm cho'qqalarini birma-bir zabt etish esa fan darg'alarining mashaqqatli mehnati va chekkan zahmati evaziga amalga oshiriladi. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti yaylov chorvachiligi, qorako'lchilik, asalarichilik va ipakchilik kafedrasi professori Do'stmuhammad Xolmirzayevning oliy ta'lim sohasidagi 50 yillik ish faoliyati, mamlakatimiz qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi ilmiy salohiyati, yosh olimlarni tayyorlash yo'lidagi jonbozligi misolida ham buni yaqqol ko'rish mumkin. Yetuk olim nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham chorvachilik, yilqichilik sohasining fidoyi professori hisoblanadi. Umrini ilm-fanga bag'ishlagan Do'stmuhammad Xolmirzayev kuni kecha prezidentimizning farmoniga ko'ra mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. 1964 yili hozirgi Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universitetining zootexnika fakultetiga o'qishga kirganman. Mana shu oliygohni imtiyozli diplom bilan tamomladim. 1981 yili Qozog'istonda Veterinariya institutida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladim. Yilqichilik sohasi bo'yicha faqat Temryazov akademiyasida, Olmaota Veterinariya institutida hamda sobiq yilqichilik ilmiy tadqiqot institutida himoyaga ruxsat bor edi. 1996 yilda yilqichilik sohasi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Darsni 1980 yildan boshlab mana shu oliygohda assistentlikdan boshladim. 15 yil mobaynida har xil kafedra mudir bo'lib ishladim. Yarim asrlik davrimda shu oliygohda ilmiy ish qilib hamda dars o'tib kelmoqchiman. Asosan yilqichilikdan, tuyachilik fanidan, chorva mahsulotlarining dastlabki ishlab chiqarish texnologiyasi va standartlash degan fandan hamda havuz baliqchiligidan ham dars berdim. Va 3 ta yilqichilik bo'yicha loyiha rahbari bo'lganman. Bitta tuyachilik sohasi bo'yicha ilmiy hamda loyiha rahbariman. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz yoshlarni fanga, yana ilmga yana o'rgatish va ularni xalqaro miqyosida raqobatbardosh kadrlar yetib chiqarishda yordam qilishdan hisoblanadi. Do'stmuhammad Xolmirzayev tomonidan yaratilgan 300 ga yaqin ilmiy maqolalar, darslik, o'quv qo'llanma va uslubiy ishlar O'zbekistonda yilqichilik, chorvachilik, baliqchilik tarmoqlarini ilm-fan yutuqlari asosida rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Uning aynan ushbu fanlar bo'yicha darslik qo'llanmalari chop etilgan. Xalqaro va respublikamizning nufuzli jurnallarida ilmiy maqolalari bosilgan. Domla bugungi kunda shogirdlari bilan birgalikda O'zbekistonda yilqichilik, xususan qorabayir ot zotini yangi liniyalarini yaratish, shu naslini yaxshilash, ko'paytirish va oziqlantirishni to'g'ri tashkil etish borasida qator xo'jaliklar, naslchilik zavodlari bilan hamkorlikda ishlab, doim ularga ilmiy amaliy jihatdan ko'makdosh. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 15-iyundagi O'zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan yangi tashkil etilgan yilqichilik va ot sporti federatsiyasiga ham Do'stmuhammad Xolmirzayev maslahatchi sifatida o'z tavsiyalarini berib kelmoqda. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekistonda birinchi bo'lib qishloq xo'jalik yilqichilik sohasi bo'yicha fan doktori hisobini yoqlaganman. Hozirgi kunda ham shu oliygohda ish olib boryapman. Prezidentimiz yilqichilik sohasiga juda katta e'tiborni qaratgan. Prezidentimizni yilqichilik ot sportini rivojlantirish masalasiga qaratilgan qarorlardan ruhlanib, hozirgi kunda Qorabayir ot zoti bo'yicha ikkita liniya
ikkita oila yaratish munosabatida turibmiz. Men o'ylaymanki, mana shu qorabayir ozodini, naslni yaxshilash maqsadida ancha ishlarni amalga oshiryapmiz. Prezidentimizning bitta yana shunday gapi bor. Xalqimiz ardoqlab kelgan mana shu qorabayir zotini ko'paytirishimiz kerak. Bu zot ota bobolarimizning qadimdan yaxshilik va yomonlik kunlarida hamisha qo'l kelgan, yordam qilgan bu zotni yanada ko'paytirsak, maqsadga muvofiq bo'lardi va nur ustiga nur bo'lardi. Farzandlarimizni kelajakda mardlik, jasurlik qalbini yana ko'tarishda, qorabayir zotini dunyoga yana bir bor tanitishda men o'ylaymanki, bu ona vatanimizni, farzandlarni yaxshilashda katta ish bo'lar edi degan edi. Mana shu so'zlardan ilhomlangan holda mana shu ishlarni amalga oshiryapmiz. Yilqichilik Osmon Federatsiyasiga men maslahatchiman. Mana shu munosabatda hozir tutgan federatsiyaning qilayotgan ishlari maqsadga muvofiqdir. Ko'p yoshlarimiz dunyo bo'yicha ot sportining klassik o'yinlarida yaxshi natijalarga erishmoqda. Men o'ylaymanki, prezidentimizning bu qilayotgan ishlari faqatgina chorvachilik, yilqichilik sohasida emas, butun chorvachilik sohasida, dehqonchilik sohasida ularning mahsuldorligini oshirishda, unumdorligini ko'paytirishda juda katta ishlar qilinyapti. Olim bugungi kunda ham yilqichilik, tuyachilik, chorva mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash texnologiyasi va standartlash, hovuz baliqchiligi, baliqchilik asoslari kabi muhim va dolzarb fanlardan yosh avlodga saboq berib keladi. Ilgari vaqtlarda dars o'qitishda darsliklar, o'quv qo'llanmalar yetarli emas edi. Prezidentimiz chiqargan qarorlardan ilhomlanib, qo'yilgan talablarni inobatga olgan holda mana shu men o'tirayotgan fanlardan, masalan, yilqichilik fanidan birinchi marta 2021-yilda yilqichilikdan darslik chiqardim. Shuningdek, mustaqil davlatlar bo'yicha hali chiqarilmagan tuyachilik fanidan darslik chiqardik. Men o'ylaymanki, mana bu chiqarilgan darslik va o'quv qo'llanmalar kelajakda yoshlarni ilm olishga, ularni o'qib dunyo bo'yicha o'zining salohiyatini ko'tarishda muhim ahamiyatga egadir deb o'ylayman. Ilgari bizni o'qigan davrimiz bilan hozirgi o'qiyotgan davrni solishtiradigan bo'lsak, yer bilan osmoncha farq qiladi. Hozirgi kunda hamma sohalarda darsliklar, o'quv qo'llanmalar, laboratoriyalarning mavjudligi juda muhim ahamiyatga egadi. Ilgari aytaylik, biron bir sohani yoki chorvachilik sohasini o'ylaydigan bo'lsak, shu zotni o'rganadigan bo'lsak, shu to'g'risida bir ma'lumotlar yo'q edi. Hozir aytaylik, qorabayir ozotini, uning qanday ekstrelleri, uning aytaylik ishchi mahsuldorligi hamda undan qanday foydalanish, ot sportining klassik va milliy o'yinlarda o'ynashi hamma hisob kitoblarda yozilgan. Faqat bu yerda hozirgi yoshlarimiz o'qish, ilm olsa, men o'ylaymanki, kelajakda qilinadigan hamma ishlar a'lo darajada bajariladi deyman. Ustoz bilan birgalikda oxirgi 10 yillikda ikkita grant loyihada bevosita faoliyat yuritganmiz. Muhtaram Prezidentimiz 2017-yildagi yilqichilik va ot sportini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari asosida ijrosini bajarish maqsadida Qashqadaryoda katta qorabayir otchilik majmuasi tashkil etilgan. Ushbu majmuada yilqilar bosh sonini ko'paytirish, seleksiya naslchilik ishlarini davom ettirish va yangi ot zotlarini yaratish ustida bir qancha qator tizimli ishlarni amalga oshirganmiz. Xuddi shuningdek ushbu loyihalarni tijoratlashtirish ishlarida davom ettirmoqchimiz. Qolaversa, mana shu ustozning rahbarligi ostida bugun 2024-yilda qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga erishganman. Undan ortiq adabiyotlar, 300 ga yaqin maqolalar, tavsiyanomalar ishlab chiqishda bevosita rahbarligi ostida ham mualliflikda ham faoliyat yuritganmiz. Nafaqat respublikamiz, balki butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi global darajadagi masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan
ustozni o'sha chorvachilik va chorva mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi ixtisosliklari bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Demak, ushbu ishlarni davomli sifatida ko'rishimiz mumkinki, o'sha baliqchilik sohasida deysizmi, chorvachilikda qoramolchilik yoki qorako'lchilik sohasida deysizmi, yoki bo'lmasa asosiy yo'nalishlardan biri hisoblangan milliy genofondimiz yilqichilik sohasining rivoji yo'lida juda katta tajribaga ega hisoblanadi. Va shu ustoz bilan birgalikda o'sha ot zotlarini takomillashtirish ustida qorabayir ot zotini naslini yaxshilash, oziqlantirish va ularni urchitish, ko'paytirish, seleksiya naslchilik ishlarini jadal rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqot ishlarini bugungi kunda davom ettiryapmiz. Kelgusida o'sha ustoz bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarimizni yanada rivojlantirgan holatda ilm, fan, ta'lim ishlab chiqarish integratsiyasini uzviy bog'lagan holatda rejalarni oldinga ilgari surganmiz. Darhaqiqat, chorvachilik tarmog'i uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, qishloq xo'jaligini ilm-fan yutuqlari asosida yanada rivojlantirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Joriy yilning 10-dekabr kuni davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi xodimlari bilan o'tkazgan muloqotida ham sohaga zamonaviy hamda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etgan holda yuqori hosildorlikka erishish, suv va suv resurslarini tejash, chorvachilikni yanada rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qator vazifalar belgilab berildi. Bu esa ilm ahli oldiga ham muhim vazifalarni qo'yadi. Kechagi o'tkazilgan selektorda paxta masalasini aytaylik. Hosildorligini olishda ulardan juda ham gektardan juda kam olardi. Hozir ilmni qo'llash natijasida mana shu hosildorlik 2 barobar oshganligi, dehqonchilik sohasida 2-2,5 barobar oshganligi, shuningdek chorvachilikning ba'zi sohalarida baliqchilik sohasida ayniqsa hozir dunyo bo'yicha olib kelinyapti, xalqimizni oziq-ovqat mahsulotini ta'minlashda bu katta ahamiyat egaligi. Prezidentimiz aytayapti, laboratoriya deysizmi, boshqa deysizmi, chet mamlakatlarga borib o'rganishmi, men hammasiga sharoit qilib beraman, faqat o'qish kerak, ilm, yanada ilm degan so'zlarni, gaplarni bir necha bor takrorladi. Mehnat, shuhrat ordeni bilan taqdirlagani uchun prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Men keksa sifatida, birinchi darajali nuroniysi sifatida O'zbekiston Respublikasining mahalla iftixori nishondori sifatida rahmat so'zlarini yana bir takrorlab aytmoqchiman. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti professori Do'stmuhammad Xolmirzayevni yuksak davlat mukofoti Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlanishi Samarqand ilm ahli uchun katta xursandchilik bo'ldi. Umrini ilm-fan taraqqiyotiga, qalb qo'rini esa yosh avlod ta'lim tarbiyasiga bag'ishlagan olimning bunday e'tirofga sazovor bo'lishi yangi O'zbekistonda inson mehnatini qadrlash, ilm ahlini mashaqqatli zahmatini yuksak baholash qadriyat darajasiga ko'tarilayotganligidan dalolatdir.